sendan axlat inson yo'q. Kecha bittasi meni rosa deguncha mazza qilib so'kdi-da. Bunday qarasam profilda 45-50 yoshlar insonni rasmi turibdi. Keyin lichkasiga o'tdim-da, aka o'zingizni so'raysizmi yoki bo'lmasa ichki ishlar sud tartibida gaplashamizmi dedim. Bunday qarab, hayron qolgandim bo'lib, mana yozganimni qo'yib qo'yaman. Cho'ta nima bo'lyapti? Men tushunmadim. O'g'lim yozgan bo'lsa kerak. Hozir maktabga ketdi. Yomon yozibdi-ku bola baqir. Uni nomidan men o'zim so'rayman, kechiring endi yosh bolani deb qayta qayta yozganlarga, hop dedim, mayli deb indamadim. Jarimasini bilasizlar qanchaligini? Agar sizda bir kimdir primoy 100 ming so'kadigan bo'lsa, lichkangizda, direktingizda birga bir adin so'kadigan bo'lsa, MJDga har birinchi moddasi bo'yicha 8 million so'mdan premiumda 16 million so'mgacha jarimasi bor. Agarda Instagramda ko'pchilikda ortda kommentarda so'kadigan bo'lsa, storieslarga qo'yib, mana bu iflosni isqirtda onangni balon qilaydi, kallangga bir narsani qaranglar degan ma'noda ko'paytirilgan ko'pchilikda ortda ijtimoiy tarmoqlarda so'kadigan bo'lsa, Jinoyat kodeksi 140-moddasiga asosan 82 million so'mdan juda ham katta summa, 164 million so'mgacha jarimasini to'laydi. Bu 100% narsa do'stlar. Haligacha obuna bo'lmaganingiz uchun ba'zi bir haq-huquqlaringizni o'tkazib beryapsiz. Hali ham kecha emas, obunani bosib qo'ying, yaqinlarga yuborib qo'ying. Haqorat, kelib ham yuristni so'kasanmi? O'zi mashhur insonlarni, mashtaqalarni kommentariyasida so'kinishlar, negativlar ko'p bo'ladi. Hech kimni so'kmas kerak, hech kimni. Bo'lib ham yuristni so'kasanmi? Bola baqir, dovdir. Nakalini qo'yardim, mayli, yosh bola ekan, bola baqir ekan, bir martaga bir qoshiq qonidan kechamiz do'stlar. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Haqorat eng musur narsa. Agar sen birovni enasidan ketayotgan bo'lsang, sendan iflos, sendan xarib, sendan axlat inson yo'q. Men zubdayu, men senga любой vaziyatda keltirib beraman. Agar sen birovni enasidan so'kayotgan bo'lsang, kallasini so'k, o'zini so'k, lekin hech qachon ham misol uchun enasidan so'kma. Sababsiz so'kayotgan bo'lsang ham shundan nari beri insonsan. Mana shunaqa.